Assalomu alaykum. Hurmatli va qimmatli bo'lgan O'zbekiston o'sha fuqarolari. Bizdan Farg'ona tumani o'sha Chimyon qishlog'iga qarashli shu bozor to'g'risida gapirib o'tamiz. Mana bizlarda o'sha Chimyon qishlog'ida yangi o'sha Konchi shaharchasida yangi bozor qurilgan. Bu bozorda mana chorshanba, shanba kuni bo'ladi, yakshanba kuni, payshanba kuni Chimyonda bo'ladi. Chimyonga kichkina tor joyga bozorda olib borishib olgan, bozor shunaqa torki, odam yurgani ham iloji bo'lmayapti. Olib borgan narx-navolar o'zgargan sari qimmat bo'lib boryapti. Shuning uchun men bitta narsani so'rardim, shu yuqorida o'tirgan o'sha tashkilotlar, o'sha Farg'ona tuman hokimiyati, Farg'ona tuman prokuraturasi, ichki ishlar shu bozorda shutka olsa, Chimyon Konchilar shaharchasiga. Shunda hamma yo'q, tartibli bo'larmidi? Hozir mana Chimyon sentriga bozorga kirsangiz, Archa qishlog'idan Chimyon sentriga kirish uchun yakshanba, payshanba kunlari o'tib bo'lmaydi. Yo'llar tor uchun yo'lda chekkasiga bozor qilib tashlashgan hamma xalq qiynalyapti. Lekin narx-navolardan qimmatdan qimmat bo'lyapti. Bozorda ichiga kirsangiz, musorxonalar, qasadur ayrim tadbirkorlar shu yerga kirib olib, shu bozorni qilib, tirikchilik qilyapman deyapti. O'zbekistonda bozor endi o'sha Farg'ona tumaniga qarashli Chimyon qishlog'ida bitta bozor bo'lish kerakda, ikkita bo'lish kerak emas. Men shuni o'sha mutasaddi tashkilotlardan so'rab qolarman. Shu bozorni hozir men syomkalarni mana sizlarga ko'rsataman hozir. O'shda bo'layotgan bozorlarda. O'sha Xayrullo bozori Farg'ona viloyati hokimi shuni ko'ryapgan bo'lsa, men shuni amaliy yordam berishingizni so'rayman shu bozorimizga. Batafsil videomizda shuni tomosha qilib ko'ring. Mana Farg'ona viloyati hokimi bizni Said Amir Rustamxon o'sha saytiga obuna bo'linglar. Mana laklarni bosinglar. Xudo xolasa zo'r chiroyli qilib olib boramiz ko'p narsalarni. Qancha bizga layk ko'p bo'lsa, obuna ko'p bo'lsa-laring, bizni shu telekanalimiz rivojlanadi. Xalqqa yaxshi xizmat qiladi. Mana biz to'y-to'ychilarga ham shunga qilamiz, xudo xolasa olib chiqib ommaga hamma yo'lda ko'rsatishga xudo xolasa yordam beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana biz Chimyonda o'sha dehqon bozori deyapti. Buni o'sha bizni Chimyonda o'zi katta bozori bor. Bitta kichkina bozorda olib kirishib olgan. Shunaqa torki, uni yo'li bo'lmaydi. O'sha tevada o'tirib turgan o'sha soliqchilar, Farg'ona tuman hokimi, o'sha Farg'ona tuman prokuraturasi shuni ko'rib turgan bo'lsa, mana biz mana shuni hozir olib boryapmiz. Ko'p narsani mana shu yerda bugungi dasturimiz shular to'g'risida bo'lib o'tadi. Mana bozorda torligidan xalq yurib bo'lmayapti. O'sha ijtimoiy tarmoqdalar, o'sha Shavkat Mirziyoyev mana ko'rib turibsiz. Mana shu o'tirgan o'sha Chimyon bozori qurilgan yangi, o'shaga hech kim bormayapti. Nima bunaqa qilishyapti? Buni ustida kim turibdi? Shu yerda bilishimiz kerak. Men shuni ma'muriyatdan so'rab boraman. O'sha bozor o'zi bitta bo'lish kerak. Buni ikkita joyga qilishib olib, xohlagan ishini qilyapti. Mana ko'ryapsiz, yo'llarimiz tor, ichidan ichiga o'tib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Mana o'sha Chimyonda hozir o'sha bozorda ko'ryapsiz, mana bunaqa musorxonalar bor. Yotibdi. Mana bitta oziq-ovqatlarni mana sotishyapti. Sotgan joyda mana aka musorxonalarda bu gigiyena degan narsalar bor. Bu prezident shaffofligi bor. Nima bunga hech kim qaramayapti? O'sha Chimyonda Kon shaharchasi degan joyda shu yangi bozor qurilgan. Qasrda mutasaddi odamlar shu bozorni shakl bilan musorxonaga qo'yib qo'ygan. Buni yegan odamlar kasallik chiqmaydimi? Kasallik chiqadi. Hamma yo'lda kasallik bo'lgandan keyin xalq jabrdiydi. Mana dori-darmonlarimiz qimmat. Mana ko'ryapmiz bozorlar ichida mana musorxona, hamma yo'q musorxona. Shularni ko'rib chiqishimiz kerak. Mana opalar, chiroyli opalar. Nima bekinasiz? Nimadan deb qo'rqasiz?
Mana bozorga tovlik uchun bozorga ham kirib bo'lmayapti. Bunaqa yo'llarda. O'nta katta bozorlar turib, hech kim bu yoqqa nima qasimliklar sotilib totib olyapti bu bozor. Shularni ko'rishimiz kerak. O'sha Hello bozor siz qarab tursiz, o'sha Farg'ona viloyat prokuraturasi tuman davlat xavfsizligi boshlig'ilari shularni ko'raylik.